Glavovrach bor, Sanjar akam kelib qutqaradilar, doktorlar bilan maslahat beradilar. Kattakon rahmat. Shunchalik yurib ketganimga men xursandman. Bo'lmasam hojatxonaga 5 metr joyga yurib bora olmasdim. Doktorlar hammasiga rahmat. Medsestraga ham rahmat. Tozalagan joylarga ham rahmat. Chiqib yaxshi qarashdi, yomon qarashgani yo'q. Dori darmon hammasini o'ziga solishdi. Hammasi o'zigisan qilib, lecheniya qilib, mana hozir 10 kun bo'ldi, Xudoga shukr. Voqea turib yurib ketdim. Kun oldin kelganda holim og'ir edi. Mana Xudoga shukr, hozir 10 kun bo'ldi. Kecha mana 2 kun bo'ldi o'zim. Bemalol yurib, mana yurib doktorlar tekshirib, holim nafas olishlarim yaxshi, o'pkalarim ancha joyiga keldi. Klinika nima desam bo'ladi? O'zi hammani sharoit bor. Ovqatlar ham yaxshi. Zavtrak bor, obed bor. Keyin uzum bor, undan keyin yana uzum bor. Ish qilib yaxshi dejurniy doktorlar bor, kechasi kelishadi. Shumaqalton bog'ni kelib tekshirib ketishadi.